potensial jinoyatchilar ichida yashayapmiz. Masalan, tarmoqishni kiring, kimdir ma'ruza qilyapti, kimdir diniy diyonatda gapiryapti. Uni hammasini o'tkazish iloji yo'q. Ha, diniy bloger bo'lib yasab olgan, o'zini bloger yasab olgan. Nimaga o'sha ishlamayapti? Ha, nega o'sha qonun ishlamaydi? Qonun nimaga ularga ishlamaydi? Nimaga uni olib kelib, masalan, so'ramaydi? Masalan, nimaga sen gapiryapsan? Ha, bitta mashhuri bor, uni tilga olmoqchi emasman. O'zi umuman olganda onlayn ham qiladi. Umuman olganda xuddi shunaqa, onlayn yo bo'lmasa mashinada keta turib, boshqa, ya'ni bu nostandартlik, bunaqangi ikki xil nimalar, boshqalar, bu juda yomon narsa. Men Abdurahmon Tashanov degani bor ekan. Meni nomimni aytayapti. Ozodlik bilan ana bu Sarvar Usmon Kalamush bilan, Kaltakesak bilan suhbat uyushtiribdi-da, meni aytayapti. Abror Muxtor Ali qonunbuzarlik qilgan, ko'pchiligini qamalishligida qo'li bor deb advokatlar aytayapti, deyapti. Abdurahmon Tashanov telefon qildim. Telefoningiz o'chgan ekan. Siz bilan hali yuzma-yuz gaplashamiz. Meni qilgan jinoyatimni qo'shtirnoq ichida isbotlab berasiz. Inson huquqlari himoyachisimiş. Sizlarga inson deganda birovni onasini haqorat qiladigan, o'zini onasini avrati bilan so'kadigan Fozil xo'jalar insonu. Biz o'zimizni himoya qilganimiz uchun biz inson emasmizmi? Biz himoya qilyapmiz o'zimizni. Himoya qilsak inson emasmiz. Biz inson huquqlariga biz daxldor emasmizmi? Abdurahmon Tashanov bir qarasa Galiboyni sudida yuribsiz. Qachon xalq tomonga o'tasiz? Qachon inson, haqiqiy, vijdonli, insoniy axloq tomonga o'tasiz? O'tmang. Chunki siz unga loyiq odam emassiz. Sizni tanlangan. Chunki eng jirkanch, eng razil ishlar uchun tanlangan odamsizlar. Davom etinglar. Qo'lingizda nima imkoniyat bo'lsa bizga qaratinglar. Qaytib aytaman. Hammanglarga tupurib qo'yganmiz. Biror tanga bo'ynimizni egmaymiz. Allohning oldidan boshqa joyda, Allohga ruku qilgandan boshqa joyda bo'ynimizni egmaymiz. Orqamizni devordan boshqa narsaga qaratmaymiz. Qochmaymiz biz. Hali hisob kitob bor. Dunyoda ham qonuniy hisob kitob bor. Oxiratda ham hisob kitob bor. Oxiratdagi hisob kitobimizni Alloh oson qilsin-da, dunyodagi hisob kitobni hali inshaalloh Robbil alamin so'raymiz. Men qonun buzarlik qilgan emishman. Men bir qancha odamlarni qamalishga sababchi emishman. Abdurahmon Tashanov, ko'ramiz hali. Bu gaplarga javob berish kerak. Bu gaplarga javob berish kerak. Kaltakesak, Kalamush toifalarni ichida turib olib, unaqa sasimaslik kerak. Menda bir qiziq hodisa bo'ldi-da. Bu hodisani men shaxsiyat sifatida aytmoqchi emasman. Shaxsiyatimni aytganman har doim ergashadigan shaxsiyat emas. Bu badan, bu jasad foniy. Biz abadiylikka dohil qiladigan ilmga ergashishimiz kerak. Bir paytlar ayollar to'g'risida menga savol berishdi. Ayollar to'g'risida ayollarni ursa bo'ladimi deb radiodami qayerdadir. Men aytdim, yo'q, bo'lmaydi. Qur'oni Karimda urush to'g'risida oyat bor-da, lekin payg'ambar alayhissalom urushni ta'riflaganlar. Qur'ondagi ur degan oyatni ushlab olib, xotinni urib, sindirib, ko'kartib tashab bo'lmaydi. U noto'g'ri. Payg'ambar alayhissalom g'oyri mubarrah deganlar. Ya'ni sindirmaydigan, ko'kartirmaydigan qilib urush kerak. Urush degani bu misvak bilan da turtib qo'yishni ham urush deyiladi. Turtish ma'nosida. Degan gapni gapirdim. Shunda hadisni aytib ketar ekanman. Ko'kartirmaydigan qilib urush kerak. Desam qiziq gap chiqdi. Sarkazmga o'xshagan gap chiqdi. Bo'ldi, lekin men aytdim, bu degani urush degani emas. Yaxshi odam urmaydi deb ta'rifni aytib ketdim. Shu joyni kesib olib, LGBT jamoalari, ateist guruhlar, o'zlaridan gender tengligi tarafdori yasab olgan odamlar rosa harakat qilishdi. Unga olib borib tashashdi, bunga meni chaqirmagan joy qolgani yo'q. Olib borib keyin suhbatni boshidan oxirigacha ko'rsatib berdim. Mana. Isbotladim to'g'riligini. Ya'ni u joyda men xotinlarni urushga targ'ib qilmaganman. Yolg'on gap bu. Isbotladim. Endi qiziqligini qarang. Yaqinda bittasi qo'yibdi-da, ani gapni qarang. O'sha gap isbotini topib turib, ular tuhmat montaj qilgan gapi isbotlangan. Endi mana odamning gapini qarang.
O'shaning uchun men aytyapman, kitobga qaytaylik. Shaxsiyatlarga emas. Tushunyapsizlarmi? Biz bugungi kunda shaxsiyatlar bilan qiziqib qolyapmiz-da. Xuddi misol uchun kim taniqliroq bo'lsa, kim aktyor bo'lsa, kim misol uchun balandroq, kim misol uchun qanaqadir bir bittani ayting endi agar ruxsat bersanglar. Masalan, yo ism aytmayman, yo ism aytmayman. Bitta odam chiqdi-da, ayollarni dedi, ko'karmaydigan joyga solaverdi dedi aylantirib. Masala yopilgan, masalaning bunday emasligini isbotlaganmiz, oldi orqasini ko'rsatganmiz, aslida u gap yo'qligini aytganmiz. Bu odam ayollarni ko'kartirmaydigan joyga solaver deb aytayapti, deyapti. Gapni qarang, mutaassibning gapini qarang. Sosa bo'ladi deyildi, keyin shunaqa deb siz sarkazm bo'ldi dedi. Qarang. Shunaqa debsiz desa, endi sarkazm bo'ldi-da deb ketdi deb aylantirib ketdi, deyapti. Mavzuni qarang. Ya'ni shariatni sarkazm bo'lishiga yo'l qo'yib qo'ygan aholi ana endi nimani topadi? Shariatni sarkazm bo'lishligiga yo'l qo'yib qo'ygan aholi, deyapti. Bu odam e'tiborsizlik kasaliga uchragan menimcha. E'tiborsizlikdan kechasi uxlolmasdan kimga tashlansam ekan, bu xalqning ichida kim e'tiborda turibdi hozir deb aylanib o'rgilib meni ko'ribdi. Menga e'tibor kerak emas-da. Nomini ovozdan tanidinglar, Nuri Iymon degan bratan. Qiziq joyi bor. O'chmay tursa qo'yib beraman sizlarga, qarab turinglar. Ana bu odam tushunadi, u aholi. Ya'ni o'sha sarkazm deb turgan odam orqasidan ergashganlar. Tushundingizmi? U ilm orqasidan emas-da, u shaxsiyatlarning orqasidan ergashish. Mana shunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. O'shaning uchun men aytyapman. O'shaning uchun men aytyapman. Kimsiz siz, Nuri Iymon? Kimsiz siz? Zamonaning oxirgi mushtahidi mutlaqimsiz siz. Men aytyapman. Shayton men bilan boshlardi ko'p gapini. Ana xoyrun minhu derdi. Men undan yaxshiman deydi. Xalaqtani min nar, meni yaratding sen o'tdan, uni tuproqdan yaratding degan edi. Mendan boshlangan edi. O'shaning uchun men aytyapman, deyapti. Tamam. Siz aytsangiz, hujjat bo'lsa, unda bilmadim. Bu bir. Ikkinchidan, bu hodisa LGBTlar gender tengligini da'vosi bilan, ayollar huquqlari da'vosi bilan bizni ayollarimizni eriga qarshi isyon qilishga chaqiruvchi jamoalar tomonidan montaj qilingan edi. Nuri Iymon, o'shalar tomonida turibsiz. Gap yo'q. Gazini bosing. Sizga o'xshagan mana shunaqangi 6 ta orqasi bor odamlarga biz har doim qarshimiz. Yaxshi tomonda, yaxshi safda turganingizda yoningizda edik, yoningizdamiz har doim. Lekin 6 ketlik qiladigan bo'lsangiz, biz sizga aytamizki, damingizni oling. Endi nima deyapti bu? Bu odamga ergashishlikni oldini olishimiz kerak deyapti. Qo'rqib, bechara uyqusi ham kelmabdi buni. Keyin nima bo'ldi deng? Undan qizig'i bor, sizga bir narsa ko'rsataman. Keyin telefon qildim. Menda telefoni bor. Men bilan aka-uka, birodar bu odam. Endi qarab turing. Telefon qildim. Telefonni qarang. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Nuriman aka, yaxshimisiz? Ahmad? Men Abrorman aka, biz o'ta qilmadimmi? Kim? Abror. Rahmat. Yo'q, men taqamadim, bemalol. Yaxshimisiz? Tinchmisizlar, charchamayapsizlar aka? Rahmat, Xudoga shukur. Bir videoingizni tashlab berishuvdi. Videoda xotinlarni ko'karmaydigan joyga urish kerak degan odamga ergashib yuribsizlar degan gaplarni gapiribsiz. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti aka? Xotinlarni ko'karmaydigan joyga urish kerak degan odamga ergashib yuribsizlar deb videoda gapiribsiz deyman. Yaxshi eshitilmayapti. Yaxshi eshitilmayapti. Boshqatdan telefon qilib oling. Boshqatdan telefon qilib oling deyapti. Qarang. Telefon qilyapman boshqatdan.
so'rayotgan abonent. Siz so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Keyinroq qo'ng'iroq qilsangiz ham bu odam endi dumini ushlatmaydi. Agar sizni ko'rsa, bu odam tahoratni buzib qo'yadi degan yangi operatorlar gap gapiradi endi. Nuri Iymon e'tiborsizlik kasaliga mubtalo bo'lib, bu yo'l bilan e'tibor topaman demang. Erkak bo'ling, erkak. Yuzma-yuz kelib, xohlagan joyingizda mendan so'rasha olardingiz gapingizni. Men aytayotgan gapni montaj qilib turib, o'sha joyini kesib, odamlarga tarqatishgan edi. Va u gapning tepasida men bir qancha malomatlarga uchragan edim. O'sha gender tengligini da'vosidagi bizni millatning ichiga LGBTni targ'ib qilib yurgan odamlar rosa harakat qilgan edi. Kirmagan joyga, ya'ni jo'natmagan joylari qolmagan edi. Hali u yoqdan, hali bu yoqdan, hali administratsiyalardan chaqirib olib nima degan bu gap deb so'rashgandi mendan. Videoni qo'yib bergan edim. Qo'yib bergandan keyin uzr qora aka, biz bilmabmiz, montaj qilishdi degan edi. Nuri Iymon shunaqa tut bo'lib qolar ekansiz. Nima qilasiz chiqib olib bu gapni gapirib? Endi bu yerda boshqa masala bor. Mana shu suhbatda yonida Mubashshir domlamiz o'tiribdilar. Do'stlar, birodarlar, meni hayotimga, meni shu suhbatlarimga e'tibor bersanglar, men tegmaganga tegmayman. O'zlari odamni g'ashiga tegadi. O'zlari shunaqangi pastkashlikka qo'l urishadi, javobini eshitishganda shunaqangi pamperslarni to'ldirib qo'yadi, qochib ketadi. Keyin aytishadi, Abror deydi, qattiq gapiradi, Abror bundoq. Abrorda nima ayb? Nima bitta azon TVga chiqib olishdi, jonli efirda buni shantajini qilib o'tirishdi. Jonlarda Mubashshir domla o'tiribdilar. Men Mubashshir domlaga yozvardim. Domla, men davomini ko'ra olmadim-da, meni bilishimcha davomida siz u Nuri Iymonga haddini bildirgan bo'lsangiz kerak, inshaalloh. Desam, Mubashshir domladan javob yo'q hali. Ichinglarda nima bo'lsa, yuzinglarga chiqaraveringlar. Nima qilasizlar menga tirjayib, irshayib, ehtiyojinglar tushganda iltimos qilib, yordam bering deb, endi holatga qarab bizni ustimizdan, orqamizdan xuddi Imom Husaynni kelib pichoqlagan, xat yozgan xoinlarning ishini qilmanglar bizga. Biz zotan sizlarga suyanmaganmiz shu kungacha. Inshaalloh bundan keyin ham suyanmaymiz-da. Lekin sizlarni nima ish qilib yurganinglarni ko'rib turibmiz biz. Allohdan qo'rqinglar. Odamlarni yuzi uchun qilmanglar unaqa. Azon TV. Siyosiy maydon bo'lsa, uni siyosiy maydonligini davom ettiringlar. O'tga bir odamni chiqarib olib, uni o'zingizlarga ochko qilish uchun, odamlarning yuzini o'zingizlarga burish uchun unaqa qilmanglar. Mubashshir domla, bizga ustozlik tarafingiz bor-da, qilayotgan ishingiz bu noloyiq ish lekin. Bu men davomini hali ko'rganim yo'q, o'zingizdan javob kutib o'tiribman, lekin javob bermayapsiz-ki. Telegramingizni qarayotganingiz ham yo'q. Sizga salom berib videoni tashladim, ovoz tashab qo'ydim. Va alaykum assalom deyapsiz, javob bermayapsiz, xatimni ko'rmayapsiz. Bir munosabat bildirib qo'ying chiqib. Nima qilasiz? Xiyonat qilingan, montaj qilingan gapni gapirayotgan odamni oldida o'tiribsiz. Siz ham javobgarsiz bunda. O'tda boshlovchi ham javobgar. Biz yo'q odam emasmiz-ki, yo'q odam emasmiz. Qani shu masalada men bilan yuzma-yuz kesinchi, qani jonli bir muloqot qilaylikchi? Qilaylikchi, men ayollarni ko'karmaydigan joyga ur degan ekanman. Bechoralar. Ta'assub haqida birodarlar, shaxsiyat haqida emas gap. Ta'assubning kir yuzi mana shu yuz. Kir yuzi. Kerak bo'lgan paytida iltimos qilishadi. Shu odamlar hammasi iltimos qilgan. Menda hamma xatlari turibdi. Men u iltimoslari shariatga muvofiq bir ahli ilmni himoya qilish bobidan bo'lsa, men har doim o'zimni maydonga otganman. Ko'rsatganman, ya'ni harakatimni qilganman. Din uchun bo'lgandan keyin islom ummatiga xizmatmi shu, ulamolarni himoya qilish kerak. Bu bizni bular iltimos qilmasa ham vazifamiz. Bo'lib kelgan shu kungacha. Endi vaziyatga qarashyapti-da, men rasmiy doiralardan chiqib ketdim-da o'zim. Rasmiy doiralarda emasman. Endi buni xohlagandek gapirsak bo'laveradi. Nuri Iymon aka,
Erkak bo'lish kerak. Inson erkak bo'lish kerak. Dunyoga erkak bo'lib, jins emas erkak. Shuni yaxshi biling. Erkaklik jins emas, u sifat u. Tushunarlimi? Qancha alfonslar bor. Erkaklik jinsi bor, o'zi xotinning qo'lida yashaydi. Bunaqa xotin tabiat bo'lmaslik kerak. Erkak odam ochiqcha gaplashish kerak. Shunaqa bizning gapimiz qattiqroq. Bizning gapimizda qilich bor, qalqoning bo'lmasa chekkaroq. Birodarlar, barchalarga tashakkur. Bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Bu suhbatni kengroq tarqalishiga xizmat qo'shsanglar mamnun bo'lamiz. Chunki yuzlar ochilishi kerak. Bir insonning qalbidagi sir uning umri mobaynida yashamaydi, chiqadi tashqariga. Basharalar ochiladi. Biz yonimizda yurib, mana shu manfaatlardan, shu Xurshid degan sharafsiz shunaqangi manfaat paydo bo'lgan paytida shundoq 380 gradus o'zgarib, o'zini bo'yniga K raqamini olib ketdi. Men yuzga aytdim, sen Ksan dedim. Qaytib kelma dedim. Bo'pti deb ketdi. 3 ta joyga uchrayapti ekan. Uchragan odamlar bilan qo'shilib kelsin. Qo'rqadigan joyimiz yo'q. Nimaga? Haq masalasi bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning oldilariga bir kishi kelganda Rasululloh aytdilar. Savol berdi. "Ya Allohning rasuli, meni cho'ntagimda pulim bor, bir kishi pulimni olib qo'ymoqchi, nima qilay?" dedilar. "Berma" dedilar. "U meni majburlab olmoqchi, urush" dedilar. "Agar o'ldirib qo'ysa-chi meni, shahid bo'lasan" dedilar. "Agar men o'ldirib qo'ysam-chi, g'ozi bo'lasan" dedilar. Haq masalasi, haq. Birovning haqqi masalasi. Bu masalada qo'rqadigan joyimiz yo'q. Haqli bo'lganimizdan keyin tikka yuramiz. Nohaq bo'lganimizda bo'ynimizni egardik. Nohaq bo'lganimizda haqqimiz bor. Alloh subhanahu va taolo bu yo'lda nohaq tarafni olishlikdan bizni asrasin. Haq bo'lganimizdan keyin qaytish yo'q, qo'rqish yo'q. Yana qaytib aytib qo'yay. Ko'zim ko'rib turgan narsadan qo'rqmayman men. Bu dunyoda umr bir marta berilishligiga iymonim komil. Shu umrni erkak sifati bilan o'tkazishlikka Allohdan yordam so'rayman. Pul deganda, mansab deganda, maqom deganda dumini likillatib yoradiganlarni ko'rish naqadar biz uchun baxt. Voy dumini likillatayotganlar. Davom etlaring. Sanlarni dumlaringni bir-biriga bog'lab qo'yamiz shunaqa. Alloh taolo bizlarni haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin. Bu ummatning ichidagi mutaassiblik, taassub, dinga bo'lgan, shariatga bo'lgan ya'ni eng katta xiyonatlardan hisoblanadi. Bu xiyonatlarga birodarlar qo'shilib qolmaylik. Haq yo'lda yelkadosh turmoqchi bo'lgan birodarlarimizga dunyoda ham, oxiratda ham, jannatda ham Allohning salomi bo'lsin.